Kasr sonlarini e kubi va e kubini topishga qiynalyapsizmi? Xo'sh, bizda uning oson va qulay topish yo'llari bor. Xo'sh, qanday qilib topamiz? Xo'sh, kasr sonlarga e kub topishimiz uchun uning suratiga e kub topamiz. Ya'ni e kub topamiz. M va K ga, mahrajiga e kub topamiz. Demak, e kub topamiz. N va L ga. Xo'sh, yoki kasrli sonlarga e kub topish uchun nima qilamiz? Kasrli sonlarga e kub topish uchun uni suratiga e kub topamiz. M va K ga. Xo'sh, e kub topamiz, mahrajiga e kub topamiz. N va L ga. Xo'sh, demak, ana endi berilgan bu ikkita misolimizni ishlaymiz. Qanday qilib ishlaymiz? Xo'sh, buni suratiga e kub topamiz. E kub 8 va 9 ga. Xo'sh, e kub topamiz. 9 va 10 ga. Xo'sh, e kub topadigan bo'lsak 8 bilan 9 ga, endi e kub degan eng katta umumiy bo'luvchi, ikkalasida bo'linadiganlarning eng kattasi bo'lishi kerak va u 1 bo'ladi. Xo'sh, e kub topadigan bo'lsak, mana bunisiga e kub topamiz, uzr. Xo'sh, e kub topadigan bo'lsak 9 va 10 ga e kub topadigan bo'lsak, e kubimiz 90 bo'ladi. Demak, bu kasrimizning e kubi 1/90 ga teng bo'lar ekan. E kub topmoqchi bo'lsak, bu kasrning suratiga e kub topamiz. Demak, 8 va 9 ga e kub topamiz. Xo'sh, mahrajiga e kub topamiz. 9 va 10 ga. Xo'sh, suratiga e kub 8 va 9 ga e kub topadigan bo'lsak, karralilarning eng kichigi bo'ladi, eng kichik umumiy karrali. Demak, 8 va 9 ga 72 bo'ladi e kubimiz. Xo'sh, 9 va 10 ga e kub topadigan bo'lsak 1 bo'ladi. Demak, bu kasrimizning e kubi 72 ga teng bo'lar ekan. Shunga o'xshagan qiziqarli misollarning yechimini izlash uchun, ko'rish uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.